Muqaddas Ramazon oyi mehr-oqibat, saxovat va insonparvarlik kabi yuksak fazilatlarga boy ayyomdir. Ushbu muborak oyda ehtiyojmand oilalar holidan xabar olish, ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolarni qo'llab-quvvatlanayotgani, ayniqsa nogironligi bo'lgan insonlar, yolg'iz qariyalarga g'amxo'rlik ko'rsatilayotgani jamiyatimizdagi g'amjihatlik va bag'rikenglikdan nishonidir. Shu maqsadda yo'lga qo'yilgan Ramazon tuhfasi dasturi doirasida Urganch tumanidagi Mevazor mahallasida ijtimoiy reyestrdagi oilalarga yordam ko'rsatildi. Hozir shu haqda. Muqaddas Ramazon oyi insonlarni mehr-oqibat, saxovat va bag'rikenglikka chorlaydigan ulug' ayyom. Har bir xonadonga ezgulik va shukronalik ruhini olib kirmoqda. Shu munosabat bilan mahalla hududida yashovchi kam ta'minlangan oilalar, yolg'iz qariyalar, o'zgalar parvarishiga muhtoj fuqarolar holidan xabar olish, ularga ma'naviy va moddiy ko'mak ko'rsatish ishlari ham keng yo'lga qo'yilgan. Mahalla faollari, mahallalar uyushmasi vakillari tomonidan ehtiyojmand oilalarga oziq-ovqat mahsulotlari, kundalik turmush uchun zarur bo'lgan vositalar yetkazib berilmoqda. Men va ayolim birinchi, ikkinchi guruh nagironimiz. Fuqarolar yig'ini tomonidan, ijtimoiy xodimlar tomonidan yaxshi nelar ko'rsatilib kelyapti. Prezidentimizni farmoni qarorlariga asosan uyni ta'miri uchun mahallamiz fondi tomonidan shunday ajratildi. Hozir uyimizni fasad qismini remont qilib turibmiz. Bu ishlarning barchasi prezidentimizni beva, bechora, kambag'al, nogironligi bor oilalarga qaratilgan e'tiborning natijasi bo'lib turibdi. Bularning barchasidan minnatdormiz. Bunday xayrli ishlar ayniqsa Ramazon oyida alohida ahamiyat kasb etadi. Mevazor mahallasida amalga oshirilayotgan ana shu ezgu tashabbuslar mahalla institutining haqiqiy ahillik va bag'rikenglik maskani ekanligidan dalolat beradi.